Uzun HTML dersi 34. qism HTML ögünüşten qısqacha xulosa. HTMLni hisobda oldingi 33 qism darsimizda ögünüp bolduq. Hamda HTML munosabatlik asosiy bilimlarning kamisi shu. Buni ögünüp bo'lgandan keyin qanday qilish kerak deganda HTML ning asosiy bilim xat kuchi hamda asosiy xat kuchini o'rgandik buningda. U orqali biz torbatning asos qurilmasi tuzishni o'rgandik, lekin haqiqiy ma'nodagi tor bekat qurish, ya'ni shu HTML qurilgan betlarni biz tinish bet deb qaraymiz. Uningdan boshqa shu harakatchan bet, ya'ni buning boshqarish supisi bo'lgan, bütün iqtidorlarni oq boshqarish supisidan amalga oshirib o'tgan mahallalardagi tor bekatlarni qurish uchun bu faqat asosiy bilim hisoblandi. Bu bilimni cho'qim egallash kerak. Bu bilimni egallab bo'lgandan sirt yana keyin qadamda XHTML bilan CSS ni o'rganishimiz kerak. XHTML haqida oldingi 3 qism darsimizda qisqacha to'xtalib o'tdik. Bu vaqtdagi bilimlarni biz bek tafsiliy so'zlamaymiz. Asosiy mazmuni shu. Undan boshqa mazmunlarni mush tor bekatlarda izlash orqali shu tordoshlarimizninki texmo ilgiliga holda shuni tushunib shuni o'rganib olishni tavsiya qilamiz. Andan keyin CSS haqidagi bilimlarni uzun tor texnik yurishlik darsimizda ayrim 50 qism darslik qilib so'zladik. Shu darsligimizdan ko'rib o'rgansanglar bo'ladi. Undan boshqa keyingi avlod HTML hisoblangan HTML5 ni keyinlik 14 qism darsimizda so'zlaymiz. Ama shu HTML'ninki 50 qism darsining oxirgi 14 qism darsi dal shu HTML5 bo'ldi. Bu endi tordashlarga nisbatan tushunishni talab qilamiz. Mushtaq bo'ladi ekan deb asosiy tushunib olsak, buningda cho'qim torbat tuzgan yaksan mushunday yasagan deyish talab qilmaydi. Tushunib olgandan keyin barbara bizning CSS darsimiz, HTML dars, PHP darsimizni o'rgangandan keyin bilimlarni HTML hozir to'liqlanish bosqichida bo'lib, bu bilimlarni o'rganib bo'lgandan keyin bu vaqtdagi yangiliklarni tez o'zlashtirilishimizga mush orqali puxta asos sola olamiz.